Qadr kechasi o'qiladigan namoz bor, 4 rakatli namoz. Bu namoz qanaqa qilib o'qiladi? Qadr kechasi 4 rakat namoz o'qiladi. Birinchi rakatda Fotiha surasidan keyin 3 marotaba Qadr surasi, Inna anzalnahu fi laylatil qadri. Ikkinchi rakatda Fotiha surasidan keyin 3 marotaba Ixlos surasi o'qiladi. Uchinchi, 4-chi rakatlar ham xuddi shu tarzda. 3-chi rakatda ham sura Fotihadan keyin 3 marotaba Inna anzalna Qadr surasi, 4-chi rakatda ham Fotiha surasidan keyin 3 marotaba Ixlos surasi o'qiladi. Namozdan so'ng bir marta takbir tashriq, Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd. Mana shularni aytganimizdan keyin va 100 marotaba Qadr surasini o'qishlik, 100 marotaba Qadr surasi